Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari, sizlar bilan yana Doktor Umarov. Navbatdagi sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz limfa sistemasi haqida bo'ladi. Limfani allergiyaga qanday aloqasi bor? Limfa sistemasi bu tanamizda xuddi qon aylanish sistemasiga o'xshagan tarqalgan. Butun tana, soch bilan tirnoqdan tashqari hamma joyda bor limfa sistemasi. Ayniqsa jigar, buyrak, ichak tutqichlarida juda ham ko'p. Limfani vazifalari bor. Ko'pchilik bu vazifalar to'g'risida oldin ham aytganmiz. Birinchi o'rinda immunitet ishlab chiqarilishdagi bitta etap vazifasini bajaradi. Shu orada etapma-etap immunitet shakllanadigan bo'lsa, shu bitta etapi limfa sistemasi bilan bog'liq. Bu sistema ikkinchi yana bitta vazifasi, muhim vazifalardan biri tanani tozalashda ishtirok etadi. Mana o'ylab ko'ring, tanamizga oziq-ovqat kirib ketyapti, og'izdan tortib toki orqa peshobdan chiqib keta turgan bu axlat boshqa narsa. Endi qonga so'rilgandan keyin chekka tanamizning chekka qismlarida ham moddalar almashinuvi bo'ladi. Ya'ni bir moddadan ikkinchi modda hosil bo'lib, aralashib, u yerda chiqindi ham bo'ladi. O'sha chiqindi tanani nimasidan periferik tomondan, ya'ni tashqi, umuman uzoq joylardan qanday bo'lib tanadan chiqib ketadi? Nima orqali chiqib ketadi? Bu olib chiqib ketadigan nima? Bu limfa sistemasi. Limfa sistemasi tasavvur qiling, kanalizatsiya vazifasini bajaradi-da. Shunaqa bir ajoyib sistema tanadagi bu mikroblardan kelib chiqadigan toksinlardan tortib, mikroviruslardan chiqadigan toksinlardan tortib, moddalar almashinuvida hosil bo'ladigan chiqindilarni ham olib chiqib ketadi. Mana shu olib chiqib, zararsizlantirib, foydali qismini yana qonga quyilib, qolgan qismlarini tanani turli xil yo'llari bilan tashqariga chiqarib yuboradi. Endi mana shu mana tasavvur qiling, kanalizatsiya deb aytdim. Kanalizatsiya tiqilgan bo'lsa, nimaligini siz yaxshi tushunasiz. Endi butun tanangizda shu kanalizatsiya tiqilgan bo'lsa, ana shuni hisobiga tanada chiqindi, ya'ni to'planib qoladi. Mana sizga allergiyani asosiy beradigan qismi tanada ushlanib qolishining bitta sababi. Oldin bir aytdik videolarimizda, Ibn Sino bobomiz aytganki, tana chang va g'ubor bo'lmaganda inson 1000 yil yashagan bo'lar edi degan. Ana shu limfa sistemasi orqali tanalardan biriktirib, o'ziga biriktirib tashqariga olib chiqarib yuboriladigan bu chiqindilar o'sha g'ubor deyiladi. Ana shu limfa sistemasi rosa musaffo, sof bo'lib ishlasa, kanalizatsiya tiqilmasa, sof bilan gapirilganda, u allergen tanada to'planmaydi. Shunaqa zo'r sistema bu. Ana endi uni ochib tashlash uchun nima uchun limfa sistemasi tiqilib qoladi? O'ta sekin oqadi. Mana qon aylanish sistemasiga solishtirib ko'radigan bo'lsak, bitta insonni bir kunda bitta yuragi 8-9 tonnagacha qon haydaydi. Ya'ni tanamizda o'zi 6 litrdir, 7 litrdir, tana vaznimizga qarab turib qanchadir qon bo'ladigan bo'lsa, bizni yuragimizdan aylanib o'tadigan qon miqdori 8-9 tonnani tashkil qilyapti. Endi tasavvur qiling, 7 litr qon necha marta aylanib o'tish kerak yurakdan, o'sha tezlikni hisoblab ko'ravering. Ko'rib ko'ring. Endi mana shu limfa sistemasi bunga nisbatan bir necha 10 barobar sekin oqadi. O'ta sekin oqqanligi sababli mana bu chiqindilar ko'p bo'lganligi uchun, tanada kislota ishqor balansi buzilganligi uchun ular probka bo'lishga, ya'ni tiqilib qolishga juda ham moyil bo'ladi-da. Shu tiqilgandan keyin ana endi aynan o'sha uchastkalarda qaysi joyda ko'proq shu limfa sistemasi tiqilishga uchragan bo'lsa, immunitet o'sha joyda pasaygan, allergen o'sha joyda ko'paygan, ko'payib ketaveradi. Bizni davolash uslubimizda bitta qismi, mana shu paytgacha bitta qismini, shu qismini aytib ochmaganman, endi aytyapman. Limfani sanatsiya qilish, ya'ni tozalashga asoslanadi.
Limfa sanatsiya degani tozalash degani. Limfa drenaj degani limfani drenajlarini ochish degani. Mana shu bo'yicha ish olib boramiz. Asli berilayotgan tavsiyamiz shunga bog'liq. Endi natija shu limfa sistemasini qanchalik tez tozalanishiga bog'liq. Qanaqa kimdadir o'sha 3 kunda ham natija bo'lib qolyapti, demak uni limfasida ko'p probkalarga uchramagan, tezda limfa ochilib turib, immunitet yaxshi hosil bo'lyapti-da, tana o'zi kurashib ketib qolyapti. Kimlardadir 2-3 yilgacha ham cho'zilib ketishi mumkin, lekin besabr inson bunga chiday olmaydi. Hozirgi kunda aynan juda ko'p mana shu tavsiyalar ichida mana tabobatda qo'llaniladigan yantoq damlamasi. Nima qiladi u yantoq? Nimasi bilan afzallik? Yantoq limfani tozalaydi. Shuning uchun buni allergiyaga davosi bor deb gapirilyapti, aytilyapti. Buni o'rganib chiqqan odam tushunadi. Nimasi bilan afzallik tomoni bor? Limfani tozalaydi. Endi yantoqni Ibn Sino bobomizni davridan tabobatda qo'llanilgan. Haqiqatda bu natija bo'lgan. Ilgari insonlarda turmush tarzi o'ta boshqacha bo'lgan, to'g'ri ovqatlangan, to'g'ri fikrlagan, vahima qo'rquvi bo'lmagan sababi informatsiya ham kam bo'lgan. Hozir qo'limizda internet. Informatsiya juda ham ko'p. Anatomiya, fiziologiya, gistologiya bu fanlarni yaxshi tushunib yetmaganimizdan keyin bizda nima qo'rquv, vahima kuchayib ketib qolgan. Bu yana bitta tomonida, endi bu allergiya nimani ko'payib ketishi. Xullas, gapning indallosini aytganda, shu limfa sanatsiyani qanday qilishdi va qayta shu limfani dimlanmasligi, kirlanmasligini oldini olishga beriladigan tavsiyalar mana shu bizning tavsiyalarimiz ichida bo'ladi. Endi oldingi videolarimizga kommentariyalarda yozishda kimdir isiriq zo'r davosi deyapti. Isiriq ham xuddi shunga o'xshash. Uni damlab qaynatib ichganingizdan keyin ham o'sha yantoqqa o'xshagan natijani beradi. Tuxum po'chog'ini deb aytyapmiz. U ham limon bilan birga aralashtirib ichilganda o'rganishimiz natijasida xulosamiz shu bo'lyaptiki, tanamizda kislota ishqor balansini muvozanatlashga yordam beradi. Xo'p, yordam beradi, lekin nima uchun hammada ham beravermayapti, shu natija bermayapti? Boshqa sabablar bor-da. O'sha sabablarni mana bizga kelganingizda daskanalni o'tirib sizga yo'l yo'riq ko'rsatamiz, tushuntiramiz. Faqat sabr bilan natija chiqqungacha kurasha olsangiz 100% sizni natija kutib turibdi. 100% kutib turibdi. Unda hech qachon uyaltirmaydi hech kimni. Faqat boshlanishidagi qo'zg'alishlarga sabr bilan o'tishimiz kerak xolos. O'sha qo'zg'alishlar paytlarida ko'pchilik vahimaga tushib qolyapti. Doktor, yana unday bo'ldi-yu, yana bunday bo'ldi-yu degan holatlar kelyapti. Kecha bitta kommentariyada o'tirib o'qib qoldim. Biz bordik, natijasini bilmadik. Ha, bilmagan bo'lsa, demak u hali oxirigacha bormagan. Aytgan tavsiyalarimizga yuzaki qaragan bo'lishi mumkin. Muddati unda o'sha limfani tozalanib ketish muddati uzoqroqqa cho'zilishi kerakdir. Uni kutmasdan turib natijani xulosasini berib qo'yapti. Misol, yerga urug' eksangiz, uni unib, o'sib, ko'karib chiqqungacha bo'lgan muddat bor. O'sha muddat hamma urug'da har xil bo'ladi. Bir xil ko'pchilik mana bunday urug'ni ekib ko'kardimikin, yo'qmikin deb kovlab ko'radiganlar ham bor. Unday urug' hech qachon ko'karmaydi. O'shaning uchun bizga mana murojaat qiling. Sizga davolash bo'yicha maslahatlarimiz doim sidq dildan bo'ladi. Faqat buni siz chin dildan xohlashingiz kerak xolos. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr. Yana takroran aytaman, sizga qaysi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, ayting, kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha kommentariyaga asoslanib o'qib chiqib, yangi videolar, yangi mavzularda sizga kerak bo'lgan mavzularda video tayyorlab berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.